Assalomu alaykum. Bugun Code Force'dagi solidars masalasini ko'rib chiqamiz. Masalan, ishlaverish tarjima qilib ko'ramiz. Qisqacha shart quyidagicha. Xullas, birdan engacha raqamlangan apparatlar bor ekan. Birdan engacha raqamlangan apparatlar bor ekan. Biz ularning ustida ikki xil operatsiya bajarsak bo'lar ekan. Inchi apparatni o'chirib qo'yish yoki inchi apparatni yoqish. Xo'p, apparatni o'chirib qo'ysak ikki xil narsa yuz berishi mumkin. Success deb yoki already off deb narsa chiqarishimiz mumkin. Success deb qachon chiqaramiz? Agar apparatimiz yoniq bo'lsa, avvaldan va uni o'chirib qo'ygan bo'lsak, success deb chiqaramiz. Agar u apparatni avval yoqilmagan bo'lsa, already off deymiz. Yoki avval yoqilib turib o'chirib qo'yilgan bo'lsa, already off deymiz. Xo'p, endi agar yoqish kerak bo'lsa, plus belgisi bo'lsa, qachon success deb chiqaramiz? Bu muvaffaqiyatli yoqilsa, qachon already on deb chiqaramiz? Avval yoqilgan bo'lsa, conflict with j. Hozir conflict nimaligini tushuntirib beraman. Xo'p, masalani shartida aytilganki, ikkita son, любой ikkita son, misol uchun 5 va 10 berilgan bo'lsin. Bularning ekubi GCD'si GCD 5 bilan A bilan B sonlari deylik. A va B sonlari deylik. Bu 1 ga teng bo'lishi kerak. Agar qo'shmoqchi bo'lsak, bu yerda A qo'shilayotgan sonimiz, qo'shilayotgan son. Xo'p. B nima? B bu yerda avval qo'shilgan. Hamma sonlar. Hamma son. Sonlar. Xo'p. Shu shartni qanoatlantirish kerak ekan. Agar bu shartni qanoatlantirmasa, qaysidir son bilan konflikt bor deb chiqarishimiz kerak ekan. Misol uchun test case tahlil qiladigan bo'lsak, bu test case tahlil qiladigan bo'lsak. Xo'p. Xo'p. Input shunaqa. Xo'p, output qanaqa? Output bizda bunaqa. Xo'p. Nima deyapti? Boshida 6 ni qo'sh deyapti. 6 massivimizda hech narsa yo'q, deyarli 6 ni qo'sh deyapti. 6 successfully qo'shildi, okey. Endi 10 ni qo'sh deyapti. 10 ni qo'shmoqchi bo'lamiz, qaraymiz. Massivdan nimadir bormi? Bor. Faqat 6 bor. Demak, tekshiramiz 6 bilan. GCD'si ekubi 2 mi? 1 mi deymiz? Yo'q. Demak, conflict with 6 deb chiqaramiz. Xo'p, demak biz 10 ni massivga qo'shmadik. 5. 5 ni qo'shmoqchi bo'lamiz. Qaraymiz, massivda 6 bor. 6 bilan 5 ni GCD'si necha deymiz? 1 deydi. Ha, qo'sh deymiz. Mana success deb chiqaryapti. Xo'p, endi 10 ni o'chir deyapti. 10 ni biz boya qo'shmaganmiz, chunki konflikt bo'lib qoladi. Shuning uchun already off deb chiqaryapmiz. 5 ni o'chir deyapti. 5 qo'shilgan edi, o'chirib qo'ydik. Success deb chiqardi. 6 ni o'chirib qo'y deyapti. 6 yoniq edi. O'chirib qo'yapsiz, success deyapti. Xo'p, endi 10 ni qo'sh deyapti. 10 qo'shdik, massivda hech narsa yo'q, sababi qo'shdik, success deyapti. 3 ni qo'sh deyapti. 3 ni qo'shmoqchi edik. Massivimizda 10 bor ekan. 10 bilan GCD'si necha deymiz? 1 deydi. Okey, qo'sh deymiz, success deb chiqaramiz. Endi 6 ni qo'sh deyapti. 6 ni tekshiramiz. Hop, 6 ni tekshiramiz. 6 ni yozamiz. Nechiga bo'linadi bu? 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi. 10 nechiga bo'linadi? 2 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi. Hop, endi 6 bilan tekshiramiz. 2 ga 3 ga bo'linadi. 3 nechiga bo'linadi? Prosta 3 ga bo'linadi. Bu yerda 3
bilan 3. Bu yerda 2 bilan 2. Bir-biriga teng bo'lganligi uchun bular GCD'si hech qanaqasiga 1 bo'la olmaydi. Xo'p, shu narsani tekshirish uchun bizda juda ham tez algoritm bor. Nomi Eratasfen Galvar. Mana bundan oldingi videoda mana YouTube ga qo'yganman. Kodlari bilan har bir sonni tub bo'luvchisini juda ham tez topuvchi algoritm. Tub yoki tub emasligini tekshiruvchi algoritm. Shu yordamda har bir sonni tub bo'luvchisini juda ham tez topuvchi algoritmni ham yozganmiz. Xo'p, endi masalani yechishni boshlashdan avval qaysidir bitta sonni u bo'linadigan eng kichik tub sonni topib olaylik. Sababi bizga tub bo'luvchilarni ajratishga yordam beradi. Chunki biz har bir oldin qo'shilgan son bilan tekshirib chiqadigan bo'lsak, kodimiz time-limit oladi. Xo'p, n ochib olamiz. N'imiz 10 darajasi 5 bo'lsin. 1 2 3 4 5. Xo'p. Endi sieve ochamiz, vektor int sieve. Xo'p, enta son bor, hammasi -1 bo'lsin. Chunki bular hali hech qaysi songa bo'linmaydi. Agar sieve nimaligini bilmasanglar, bu videoni ko'rish tavsiya qilaman. Silkasini descriptionda qoldiraman. Xo'p. Endi biz nima qilamiz? For int i teng 2 x yoki teng n i ++. Endi nima qilamiz? Agar sieve int teng -1 bo'ladigan bo'lsa, sieve int teng i qilib qo'yamiz, chunki o'ziga bo'linadi o'sha tub son. Endi for int i emas, endi j teng i plus i deymiz. J kichik yoki teng n deymiz. J plus teng i deymiz. Sieve j teng i deymiz. Chunki bu bo'linadigan eng kichik tub son i. Xo'p, endi tekshirib ko'raylik. Misol uchun x teng 123 deylik. Xo'p. R kerak emas. While x teng emas 1. Xo'p. Cout sieve x-inchisi x bo'lingan teng sieve x-inchisi. Xo'p, ishlatib ko'ramiz, nima chiqarkan ko'ramiz. Xatolik. Qanaqadir xatolik. Xo'p. Bu yerda teng qo'yish. Teng qo'yadigan bo'lsak, buni n+1 qilib qo'yish kerak. Xo'p. Mana 41 birinchi 3 ga bo'linar ekan, keyin 41 ga bo'linar ekan. Ikkovi ham tub son. Dasturimiz to'g'ri ishladi. Endi biz berilgan narsalarni kiritib olamiz. Hop, bizda mta operatsiya bor. Hop, char c sin c int x sin x. Hop, nima qilamiz? Agar c teng plus bo'lsa, nimadirlar qilamiz. Yoki c minus bo'lsa, nimadirlar qilamiz. Hop, endi vektor bool. Hop, vektor bool bormi deymiz. Bormi? Agar avval qo'shgan bo'lsak, shu narsani bor qilib qo'yamiz. False. Boshda hech qanaqa element yo'q bo'ladi. Yoniqmi deylik, shuni yoniqmi. Agar yoniq bo'lsa, shunaqa. Agar o'chiq bo'lsa, yoniqmi xato bo'lsa, x'imizni nimadirlar qilamiz. Aks holda cout
already 10 chiqaramiz. Mana already 10 chiqaramiz. Xo'p. Chiqardik. Aks holda agar minus bo'ladigan bo'lsa, agar yoniq bo'ladigan bo'lsa, yoniqmi, ikkinchisi nimadirlar bo'ladigan bo'lsa, nimadirlar qilamizda already of deb chiqarib qo'yamiz. Bil. Endi biz tub sonlarni qatnashdimi, qatnashmadimi deymiz. Buning uchun bitta map ochsak yetadi. Map deyin nomini. Qiyin qilmasdan map. Просто map. Endi hop. Bu yerda nima ishlar qilamiz? Nimadirlar qilamiz bu yerda. Hop. Hop. Agar ochiq bo'lsa, biz bu sonda avval tub bo'luvchilarini topaylik. Int p teng x deylik. Vektor int r deylik. While p teng emas 1 deylik. R nuqta pushback save the paints'i p bo'lingan teng save the paints. Hop, bo'ldik. Endi r'imizni oldik. Endi nima qilamiz? R ustidan amal bajaramiz. Agar o'chiq bo'lsa, boyaga apparatimiz. Hop, parent olaylik. Bitta avval qaysidir hop, map int virgul yoki vektor olsam ham bo'ladi. Vektor int virgul int vektor int parent bo'ladi nomi. Hop, n plus bitta elementi bo'ladi. Va bularda hammasini parenti minus 1 bo'ladi. Chunki hech qaysi unga tutashmagan. Hop, tekshiramiz. Agar yoki yurib chiqamiz for int x int i teng 0 x r nuqta sizedan i plus plus agar parentni r'd intsi teng emas minus 1 bo'ladigan bo'lsa, minus 1 ga teng emas bo'ladigan bo'lsa, demak u oldin qaysidir joyda qatnashgan. Hop, qaysidir joyda qatnashgan. Agar qatnashgan bo'lsa, demak cout conflict with nimadir deb chiqaramiz. Ashi qatnashgan joyini chiqaramiz. Conflict with parentni r'd intsini chiqarib qo'yamiz. Hop. Va forimizni 1 qilamiz. Endi bu yoqqa bool ochamiz. OK teng false deymiz. Agar konflikt bo'lmasa, OK teng true qo'yamiz bu yoqqa. Agar OK'imiz false bo'lsa, nima qilamiz? Buni parentlarini joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Parenti deymizda, buni parenti mana bu deymiz. X deymiz. Keyin bo'ldi. Parentini joyga qo'yib qo'yamiz. For int i teng 0 x dan i plus plus. Agar
shunchaki parentni arda insi teng deymiz, x deymiz. Hop, endi cout success. Hop, plus holatlari uchun ishladimi? Tekshirib ko'ramiz. Ishladi deb yozib qo'yaylik. Hozircha ishlaganini bilish uchun ishladi deb yozib qo'yaylik. Hop. Test case uchun run qilib ko'ramiz. Nimagadir shuni chiqaraman. Success'dan keyin yoniqmani bizda x bor edi, teng true qilib qo'yamiz. Bu yoqda success'dan keyin already on. Hop. Bu qismini ham yozamiz. Yoniqmani true qilib qo'ydik. Agar yoniqmas bo'lsa nimadirlar qilardi. Hop. Conflict with'ni qildik, already on'ni qildik, success'ni qildik. Hop. Endi bizda already off bor edi, success bor edi. Agar u yoniq bo'lsa, demak biz uni o'chirib qo'yamiz-da, success deb chiqaramiz. Shunchaki o'chirib qo'yamiz. For int I teng 0, I kichik r nuqta size'dan I plus plus yoniq bu yoqda yoniqmani ikkinchisi teng false qilib qo'yamiz, chunki o'chirib qo'ydik. Cout success. Hop. Parentni r'ni insini -1 ga tenglashtirib qo'yamiz. Bil. Lekin qanaqadir xatolik chiqaryapti. Hop. Sada kiritdik. xp r nuqta perspective deb birinchisi qilyapmiz. P bo'lingan teng. Hop, yoniqmani ikkinchisi bo'lsa, agar yoniq bo'lsa already on chiqaryapmiz. Agar yoniq bo'lsa nimadirlar qildi. O'chirib qo'y dedik. O'chirdik. Demak, xato bu tarafda. Okay teng false. Bu yoqda n emas. R nuqta size qilishimiz kerak edi. Mana. Success conflict with 6. Success already off. Success conflict with on. Bu yoqda aytgan edi, conflict with 3 ham javob sifatida olinadi deb, already on. Hop. Javobni kiritib ko'ramiz. Yozgan yechimimizni kiritib ko'ramiz. Hop, qabul qildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin.